Sozlarımız için zor ideya bo'ladi. Yine uyimizden tashqari tarafda qilingan mehmonxona. Bu obyektimizda 20 kvadrat yerini termo 70 premium klassdagi ayna eshiklarimiz bilan o'rnatib berganmiz. Aynamiz içine shotlanka qo'yilgan. Bismillah. Giraverish eshigimiz termo 70. 4 tane açıladigan ayna qo'yganmiz. Hammasi двойной mexanizm. Hem yan taraf ham açıladi. Hem üstte ham açıladi. Qishni kuni bemalol ishlatishingiz mumkin. Yoz gelishi bilan aynalarga setka qo'yish kerak bo'ladi. Setkani yangicha turi ko'rib turganlaringizdek, bam razdvижной tepa yengak qo'yiladi. 4 aynamiz ham shundan qo'yib berganmiz. Razdvижной setkamizdan. Mehmonxonamizni vidini bir baho berasizlar. Aynamizda shotlanka o'zgacha vid qo'shib turibdi. Liniyalari tepa-tekis chiqqan. İşimizde en sifatli gösterdiğim narsasi ishi liniyalari bo'ladi, asosiy liniyalari.